Qirqirda masalan shu yerga joyi bor. Birinchi mani kallamga qaranglar. Birinchi o'zimni fikrim qirqirda. Xo'p, metallardagi binar birikmalar, demak ikkita element bo'lishi kerak. Keyin binar birikmalardagi metallarning massa ulushi teng deyapti-da. Menga birinchi kallam kelgan narsa mana bu narsa keldi. Ya'ni mis 1 sulfit bilan mis sulfit, ya'ni mis oksid. Ya'ni kim kallasiga shu narsa kelib ko'rdi. Keldimi? Lekin keyingi masalan eng asosiy ushlaydigan joyi H-xlor bilan bo'lgan reaksiyasi. Chunki qaysi modda xuruj bilan beti necha? 106. Xo'p. Eng asosiy ushlaydigan joyi H-xlori konsentrlangan eritmasma reaksiyaga kirishi gaz chiqishi kerak-da. Demak, xlor chiqishi kerak. Xlor chiqishini men qayerdan beraman? Chunki H-xlordan xlor faqat gaz. Xlor qo'ygan hech qanaqa birikmasi yo'q, gaz emas. Keyin aytgan, xlor chiqishi kerak. Demak, men H-xlorda laboratoriyada olinishida qaysi modda bor edi? Marganez O2 bormidi? Da, haqiqatda demak bu ikkinchi marganez 2 sulfit bo'lar ekan. Ya'ni masalan ushlaydigan joyi shu deydi. Tushunarli? Nima siz tushunmaysiz? Nega marganez? Chunki 5-reaksiyada 1, 2, 3, 4-reaksiyada ekan. Bir moddadan H-xlori konsentrlangan reaksiyasiga kirishib turib, xlor chiqishi kerak. Tushundingizmi? Boshqalar chiqmaydi. Xlor mavzusida marganez konsentrlangan marganez to'g'ri konsentrlangan xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishib turib, marganez 2 xlorid plus xlor plus nima chiqadi? Suv chiqadi. Ikkita. Mana shu asosiy reaksiya. Ko'rdinglarmi? Masalani boshlanish nuqtasi shu. Faqat birdan boshlanmaydi. Lipoy oradan ushoq ishlash kerak edi. Tushunarlimi? Bu qaysi gaz? X4mi? X4-gaz. X4-gaz deyapti. Mana bu yerda X4-gaz va X3-gazlar o'zaro gazlar deyapti. Demak, bu yerda hammasidan nima chiqish kerak ekan? Gaz chiqish kerak 5 chalashdan. Keyin 6-ni aytyapti. 6-da qo'ng'ir gaz deyapti. Bu B bo'lgandan keyin marganez 2 sulfit betda A bo'ladi. Bu konsentrlangan nitrat kislota bilan da qo'ng'ir rangli gaz o'z bitta-yu kimyoda. To'g'rimi? Demak, bu yerda nima chiqadi? Marganez 2 nitrat plus bundan gaz chiqsin demagan. Bitta gaz chiqishi kerak. Ya'ni SO2 yozmayman, sulfat kislota yozaman. Sulfat kislota, H2 kislota plus NO2 plus suv chiqyapti. Marganez plus 2 dan marganez plus 2 yozyaptimi? Bunda o'zgarmadi. Mana bunda o'zgaryapti. Minus 2 dan plus 6 yozyapti. Nechta elektron? 8 ta. 8 ta. Bu plus 5 dan plus 4 yozyapti. Nechta elektron? Bitta. Demak, bu yoqni tenglab olsam bo'ldi. Demak, bu yerda 8 mi, bu yerga 8 qo'yaman. 8 mi, 2 mi? Mana necha? Necha tushadi oldinga? 5 mi? 8 qo'ymayman. Kalkulator. Kimga berdim men yana? Narsani. Ber. Mana. Yerda asqilamiz. Ishlaydi. Xo'p. Endi mana bu 10 bo'ladi. Chunki mana bu yerda 8 ta, mana bu yerda 2 ta-yu. Qo'shsam 10 bo'ladi. Demak, 10 bo'ldi, 2 bo'ldi. Suv oldiga necha tushyapti? 4 tushyaptimi, 5 tushyaptimi? 10 ta, 10 tadan 2 ayiraman 4 ta da. Reaksiya teng deyapti. To'g'rimi? Xo'p, uchinchisi B deyapti. Marganez O2 plus sulfat kislotani qanaqasi? Konsentrlangan. Xo'p, endi marganez keyin aytgan mana bu gapi bor. Barcha reaksiyalarda Y metalning valentligi 2. Demak, nima hosil bo'lishi kerak ekan? Marganez 2 sulfat plus ikkinchisi nima chiqadi? SO2 plus suv. Tushundingmi? Siz aytayotgan vodorod sulfit suyultirilgan nitrat kislotadan chiqadi. Shu suyultirilgandan chiqqandan keyin marganez sulfat plus vodorod sulfit chiqadi. Suyultirilgan chunki просто almashish reaksiyasi bo'ladi, konsentrlanganda oksidlanish reaksiyasi bo'ladi. Endi marganez sulfat
sulfitin konsentrlangan sulfat bilan nima chiqadi? Yo'q, vodorod sulfit chiqmaydi endi bu yerda. Konsentrlangan, a? Konsentrlangan, oksidlash kerak bu. Oltin gugurt sulfat bilan oksidlansa nima chiqardi? Manganiz sulfat. Plus SO2 chiqadi, plus suv. Xo'p. Masalada mana bu yerda X1 va X2 gaz haqida reaksiyasi bor edi. To'g'rimi? Ya'ni endi bu yoq boshlanadi. Hammasi chiqib bo'ldi. X1, X2 mana bu yerda X3 4 5, to'g'rimi? Prosta mana bu ikkitasi bir xil bo'lib qoldi-yu. X1 bilan X2. To'g'rimi? Shu yerda nima bo'lar ekan? Xo'p. Bitta oltin nur chiqish kerak yo'q. Yo'q, qo'yinglar, gazlarning degan. SO3 bo'lsa, SO3 bo'ladi. Hop. Hop. Yo'q, vodorod sulfit chiqmaydi bu yerda. Bittasi vodorod sulfit, bittasi SO2 bo'lgan. Hop, ikkalasi reaksiya qilishadi deyapti. X1 bilan X2. Vodorod sulfit bilan SO2 reaksiya qilishib, oltin yumurt bilan suv hosil qiladi. Yo'q, X1 bilan X2 o'zaro reaksiya qilishadi deyapti. Demak, vodorod sulfit bilan Bu yerda kislorod bo'lgan. qatdan so'z. X3 bilan X4, X1 bilan X2 bilan kirishadi degani. Bu kislorod bo'lgan. Qayerdan bildimmi? Qaranglar. 3-shart o'qinglar. X1 va X3 hamda X2 va X3 gazlari kerakli sharoit yaratilsa degan. Ya'ni SO2 bilan kislorod qanaqa sharoitda reaksiyaga kirishardi? Kislotali. Yo'q. Nikel katalizator ishtirokida. Ya'ni katalizator qo'shsak reaksiya boradi degani. Tushunarli? Ya'ni fikrlagan joyi shu. Ha. Tushundinglarmi? Xato masraf to'g'rilashni. Endi boshlaymiz. Kim tushunmadi shu kecha? Mana qayerdan keldi degan narsani. Masalan, ular qayerdan bir chetdan chiqarish deylar. Aniq-a? Bo'ldi. Keyingi gap. To'liq yozing. Bir ketdi, ikki qo'ng'ir rangli X gaz. Qo'ng'ir rangli gazni mana bu yerda NO2 botdi. NO2 SO2 bilan nima hosil qiladi? Saha? Nima hosil qiladi? Nitroz nima hosil qiladi? NO bilan SO3. Reaksiya usuli nitroz usuli. Sulfatda yozilgan. Tushunarli? Mana birinchi reaksiya ketdi. Qayta reaksiya kirishadi. Mana shu qayta reaksiya ketdi. Ikkinchisi X1 va X3. X1 SO2 plus kislorod bilan SO3 hosil qilyapti. Keyingisi X2 va X3. X2 vodorod sulfitmi? Kislorod bilan. X3 deganmi? Ha. Endi bu yerda xolislikda oltin nur, xolislikda kislorod yozilib farqi. Keyingisi X2 va X4 hamda qaranglar, keyingi bitta gap bor edi. Mana bu yerda X4 reaksiyaga kirishmaydi degani, o'sha gapni e'tiborsiz qoldira olmadim. X3 va X4 xlor bilan kislorod reaksiyaga kirishmasdi. O'shani ham o'ylab ketsa bo'ladi. Xo'p, keyingisi X2 va X4 vodorod sulfit. Bu reaksiya boradi. Vodorod sulfitga xlor qo'shsam, oltin nur bilan H xlor olinadi. Qaytariladi. Mana bu ikki xil qo'ysam keyin. Keyingisi X va 2 gazi o'zaro ta'sirlashib reaksiya tenglamasini yozing deyapti. Ya'ni vodorod sulfit plus SO2 chiqadi oltin nur plus suv. Tushundingmi? Mana. Bu shu narsa bo'ldi deydi. Normalmi? Savollar. Savol yo'q ekan. Yo'q ekan, normalmi? Bo'ldi. Shuning uchun nazariy yaxshilab o'qi deyman sizlarga. Yuziga ol. Yuziga olma. Kecha beraman. Buni. 40 gacha bo'lgan savollarning ichidan, misol uchun